Oila ravnaqi faqat ayol kishiga bog'liq. Erni doim qorni to'q, uy toza va kirlar doim yuvilgan bo'lishi kerak. O'g'limga doim nonushta tayyorlab ber, lekin qandaydir sut va non emas. Ko'rinishidan otang sen kabi tarbiyasiz qiz o'stirganidan afsuslansa kerak. Lekin o'g'lim sen kabi qizni sevib qolgan ekan, uni sababi bo'lishi mumkin. Hoy kampir, sal o'ylab gapir. Kampir? Nima so'rayapsan? Nega odamni haqorat qilyapsan? Qanjivon, aqldan ozdingmi? Hamma gapingni aytib bo'ldingmi? Bu to'y bo'lmaydi. Hoy kampir, ko'zlaringni och. O'g'ling dunyodagi yagona erkak emas.